Dada qayerga shoshadi shu mashinalar, ha? Avgum qiladi. Ha, endi ehtiyot bo'lib yuraverasiz-da, endi sekin yo'l beradi. Bizni vodiy perivalda shunaqa bo'lib, bilib qo'ying. Mana 50 nomerlar bor-ku, hayotda yo'l bermaydi. Mana 60 nomerlar bor-ku, umuman povutni bermaydi. Lekin mana 40 nomerlar bor-ku, mana shu ikkalasiga kun bermaydi. Shunaqa bir aql insonlarimizda biz vodiyliklar. Bu bilan har qatda perivalimiz juda chiroyli, ha. Telefoningizni bering, bir syomka qilib, rasmlarga olib nima qilib qo'yib bering telefoningizni. Mana dada. Ha, mana bunday. O'g'lim, menga qara. Onasini ko'rib, qizini oldigan xalqimizda maqol bor, bilsana. Voy, onasini ko'rdim. Shunaqa xushbichim, shunaqa kelishgan xotin ekan. Bir qizini ham ko'ravermadiydi ona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ona, qiz yoqdimi? Shu qizga uylanaman. Voy, garang, bu onasi. Onasi bu, gapotib qo'yma. Onasini lovini eshik qisgan. Voy, o'zingni o'chir, hozirgi современный ayollardan. Lavini ara chaqqan, lavini nima qilib berardi? Yaxshi. Kelinglar, Onasi. Aynan, ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi gapni indallosa deng. Sizda bir gul bor ekan. Bizda oliy ma'lumotli bir ho'kizday bulbulimiz bor deng. Voy, yo'li shunaqa bo'ladi, jim o'tirdi. Endi shu bulbulimiz katta yigit bo'lib qoptilar, qarang. Qapasga sig'may, kallasini hali u yoqqa, hali bu yoqqa uradi deng. Shuni tengini topib, juplab deng, boshiga qo'yib, gulini qo'yniga solib qo'ymasam, olazag'izg'onlar bilan aralashib ketib qolmasin deyman-da, aynan. Sendaygacha qizi bor uyga shoham gadoyam keladi deyishadi. O'zimni qo'qijonim bo'lsin. Shu sendaygacha tengi chiqsa tekinga ber deyishadi. Qara. Boshimga yostiq qilib o'tirib nima Voy, qil? o'zim o'rgili. Qara. Voy, aynan sizdan o'sha yostig'ingizni bitta ko'raylik. Xo'p, bo'ladi. Qizim, choy olib chiq. Manchi choy deyishadi bular. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy. O'g'lim bu yostiq emas, ko'rpacha-ku. Spalniy do'ring ona. Ashta. Onasini ko'rib qizini oldigandingiz. Maqoldan ko'nglim qolib ketdi o'g'lim. Maqolda rasvo qildi-da. Yana radardan shtirat. Benzinga to'layman. Arenda pulini beraymi? Demak, qachon ko'karaman? Har kuni ishtiram. Boshmisiz? Bo'shmi? Qayerga borish kerak? Menga 1 soat bo'p turing. Krasavchik bo'lish ham qiyin. Xotin ham ikkita bolam bor, singlim. Kech qoldingiz. Xohlasangiz $1000 beraman. 1 soatdan o'tib ketsa qo'shib ham berasizmi? Buncha pulga Davud olsangiz ham bo'lardi, men. Nimaga eringiz bo'lishim kerak o'zi? Я не хочу замуж, но меня родители торопят. Я учиться хочу. Вот и я вас нашла. Конечно, tushunmadim. Pulini beryapsiz-ku. Lekin jas sodda ekansiz. Meni bu pulga bir hafta sotib olsangiz bo'lardi. По пути в магазин kiramiz. Sizga yangi одежда olamiz. Meni lo'q qilyaptimi yo men uni lo'q qilyapman bilmadim. Moya sigrinka. Привет, мама, man keldim. Моя доча приехала, принцесса моя. Ой, Привет, assalomu alaykum. dadasi, qizimiz keldi. Kuyovimiz bilan. Привет, папочка. Доченька. Женихом я Дорогая, как я. Kuyov. Onasi kuyovga olib qo'ygan italyanskiy kostyum shimni olib chiqing. Mana kuyojon. Kuyovimizga olib qo'ygan Malibu kalitini olib chiq. Для нашего жениха вынесите документы на новую двухкомнатную квартиру. Iskandar Buildings'danmi? Bu mezbon loyihasida 2 xonali hujjatni. Yunusoboddan. Minutchku. Alo. Adasi? Adashding. Извините. Vaqt bo'ldi. Keting. Qaqa ketaman. Men bular bilan qolaman. Papa.
Iskandar Buildings'dan mezbon loyihasi. Siz xohlagan zamonaviy uylar. Mana qarang otajonisi. Qozolarda shunaqa urf-odat bor ekan. Bo'lajak kelinni kuyov o'g'irlab ketar ekan. Qarang qanaqa romantika, qanaqa sevgi. Siz ham hech mana o'g'irlab ketish haqida o'ylaganmisiz? Ha, hozir o'ylab turdim shunaqa qilaymikin. Rostdanmi? Unda men bugun Oybekiga ketaman. Siz meni o'g'irlab kelasiz. Men ketdim. Voy, hey. Ketyapman. Rostdan ketyaptim. Alo. Qanaqa o'g'irlab ketar ekanlar meni. Voy. Voy, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ruxsora foydasi bilasizmi? Alo. Alo. Otajonisi. Ha, xotin. Siz meni o'g'irlab ketishingizni kimdir militsiyaga aytib qo'yibdi. Siz o'shasi qamarkan otajonisi. Tinchlikmi? 3 oygacha meni kuzatishar ekan. 3 oygacha kelmay meni olib ketishga otajonisi. So'z berasiz? So'z beraman xotin. So'z beraman xotinjonim. Kim u olim? Tanimaysizmi? Onalariga ukalaridekman dedi hayron hayrona nagah kiribdi shkafga u olim toypalvon kunduzi kepti hurmat qilib ul singlisiga olim toypalvon suv olib kepti olim meni ismim deya ul saxiy mehribon suv olib kepti qo'lin uzadi beshni olib yerlarni chopib hay hayna qo'chqorvoy bu so'zlariga ishonmasdan no'likki hayron video tarqab ketdi bu so'zlariga ishonmasdan odamlar hayron trend bo'lib ketdi suv olib ketdi shov-shuv bo'lib ketdi hay hay bu olim toy yer chopgani ketdi Sharmanda. Odammas ekan u bu. Bir boqdi-yu ketdik, uni yoqdi-yu ketdik. Sevinch Mo'minova, meni ampamanga o'xshatibsizmi? Men ham sizni o'xshatdim lekin yomon bo'ladi. Yana boshlandimi? Har kuni Telegramdan oy chiqar ekanda, to'lin oy. Xo'p, kimga o'xshatdingiz? Aytaveraymi, seryozni? Aytavering, va'da berdingiz-ku. Xalqqa va'da berib yubordingiz-ku. Yakshanba kuni aytaman deb. Xafa bo'lish yo'q lekin. O'zingiz ham bunaqa qilib olibsiz-da. Ekranni to'ldirib. Masha Medved multfilmidagi Mashaga o'xshaysiz.